Hoca birgalashib hamma qarsiylar bilan qarsiy chalib kayfiyat ko'taramiz. Düşmanlar köyü bölsün. Aşık edim bir aşık bidar edim. İma kılsan can verişke tayyar edim. Aşık edim bir aşık bidar edim. İma kılsan can verişke tayyar edim. Geçemeyin mayin bakan ko'zlaringni. Torlarda men bar edim. Geçemeyin mayin bakan ko'zlaringni. Torlarda men bar edim. Tutar bo'ldi senga aytar tutar bo'ldi dunyolarni bash egandim senga butun har bandidan uzildi-ku ko'ngil bori. Bilsem umr o'tdi soya qulab kechalari ko'ksimda bir to'rga yig'lab endi bilsam umr o'tdi soya qulab kechalari ko'ksimda bir to'rga yig'lab men qushimga nurli tonglar va'da qilsam topganim ham bo'ldi eyvon izlab men qushimga nurli tonglar va'da qilsam topganim ham bo'ldi eyvon izlab tugar bo'ldi senga aytar tutar bo'ldi dunyolarni So'yganlari qo'y bo'lsin, qilganlari to'y bo'lsin. Yostiqlarini bolishlarda yostiqlarda bolishlar boshlar ko'payaversin, dasturxonda oshlar ko'paysin. Uyini burchagida qozon o'chog'i bo'lsin. Birinchi farzandini to'ylarda xizmat qilaylik deganlar qarsiy javob qo'yinglar. Men davramizga yana bir bor ustozimiz ajoyib san'atkor Sardorbek turibdilar. Xurshid akamning o'g'illari Sardorbek, Rasulov. O'zi san'at tanlashda fokuslaringga ham qoyil qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi qiziqchini tanlagandan bildim. Seryozni odamlar to'y qilyapti ekan. Bular o'zi demak paniyatkasi bor odamlar to'y qilyapti ekan. Demak o'ziga to'q odamlar to'y qilyapti ekan. Xurshid Rasulov dijur jama keladigan bo'lsa, demak bu to'y erkakcha to'y bo'lyapti ekan dedim. Va akalar to'y qilishdan charchamanglar. Kim nima desin to'yda qilaveringlar. Maza qilib mana bolalar endi shunaqa zamonga kelib qoldi-da, yashab bersa bo'ldi. Biz mehnatlardan o'tib ketdik endi. Taryoqlardan tugadi endi. Hozir voy bu yoqqa keling, voy anoni oling, voy manoni oling. Faqat jay erkalatib bormanglar. Jay erkalatsangiz g'aliginaqa yigitlar ham ko'payib ketib qolyapti. Jinni voylar. O'shunaqa bo'lmasdan haqiqiy Rishtonda unaqa bolalar yo'q. Biz o'ylaymizki, bugungi to'y bolalar ham Hop, Jamshidbek Normatov degan so'z ustasi ukamiz bor. Yilning erkak so'z ustasi qiziqchisi unvoniga sazovor bo'lgan ukamiz mana tashrif buyurdilar. Keling Jamshidbek, o'zim beraverdim sizga navbatni. Rahmat. Ahay. Shu rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Xurshid aka rahmat.
Xurshid aka charchamayapsizmi? Xurshidbek Rasulov. Xurshid akam juda ham endi ancha usta baribir. Xurshid aka tanjoningiz sog' bo'lsin. Xurshid akam haqida yaxshi gaplar kelyapti. Xudo xolasa endi aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Hali konsertda bitta narsa tayyorlanyapti. Xurshid akam haqida. Xurshid akam yilning erkak mushik xonandasi desak bo'laveradimi, bo'lmaydimi? Erkaklar bor joyda maza qilib shu ochiladi-da endi. Yaxshi insonda qiraveradi, ammo jumchasi ham bu odam oldiga yaqinlashib bo'lmaydi. Ilohim tanjonlari sog' bo'lsin. Sizlar yaxshimisizlar akalar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? To'ylar qulluq bo'lsin. Chibron to'ylar, ertaga nikoh to'ylar. Kunduzi mana Gulsonaxon ham kelib ketdimi, nima bo'ldi? Shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Ertaga osh, ertalab. Voy, Rishtoni hali ham mana shu 4 kunlab to'y qilishdan qolmayapti. Toshkentda 40 minut bo'lyapti to'y. Uzog'i 1 soatda haydanglar bu yerdan deyapti. Bu yerda hali ham Assalomu alaykum. Men ham oldin rosa o'zimda Toshkentdanman deb yurardim. Hali taksi to'xtatgandan keyin bari bir tiyin bo'lgan. Assalomu alaykum. Algoritmga oka desam, zo'r gapiryapsan-ku, lekin teskari turibsan deydi-da. Yo'lda bag'iga o'tib olgin dedi. Ag'danmi deb keyin xotirjam demoqchimanki, o'zi Toshkentlik bo'lg'iz kelib ketadi, lekin iloji yo'q. Baribir o'zimizni Farg'ona, Rishton, Beshariq, Toshkentdan kim keldi? Assalomu alaykum. Toshkentlik okalar, assalomu alaykum. Hormanglar, tuzummisizlar? Qanaqasizlar? Toshkentliklardan boshlayman yaxshi gaplarda. Yaxshi keldinglarmi? Tuzummisizlar? Qanaqasizlar? Toshkentlikman deb qayerdan bilasiz? Peshanasiga yozib qo'ymagan. Toshkentlikman deb bilmaysiz-ku. Qayerdan aniqlasa bo'ladi Toshkentliklarda desa, tashqari mana yomg'ir bo'lyapti. Chiqarib yuborasan, birga qaytib kelasan, usti quruq kelsa Toshkentlik bo'ladi. Tashqari yomg'ir kirib kelyapmiz, lekin haligi Toshkentlikda usti quruqda. Desam keyin Toshkentlik aka tushunmadim, quruq demoqchimisan deydi. Yo'q dedim. Toshkentliklarda parosat bo'ladi, zo'ntigi bo'ladi dedim. Sen bo'larkan ukam 5 ol dedi. O'sha 5 oldim, qaytib 5 bergan yo'q. Ilohim 5lari 10 bo'lsin. Yo, hoji aka sizdan ola olmayman siz. Aka, ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Yetimligimni bildingiz-a? Toshkentliklar juda odamni ko'pini ko'rgan, bitada biladi kim, nima, qanaqa. Qora aka sizdan ham olaman men. Rahmat. Lekin voy, yosh hamma olyapsizmi, solyapsizmi uka? Ilohim boringizga shukr. Hech qachon kasal bo'lmanglar, kulib yuringlar. Kulgan odam immuniteti baland, xullas hamma joyda yorvoradi. Keltirib yoradi. Namangandan ham mehmon. Assalomu alaykum, Gullar shahri. Hozir Gullar shahri emas, pullar shahri bo'lib qoldi. Pul ko'payib ketdi Namanganda. Oldin Gullar shahri edi, hozir pullar shahri. Ilohim pul ko'payib yuraversin. Tanajon ona sog' bo'lsin. Qayda bo'lsana ham o'zingni ehtiyot qilavering. Ya bo'ldi endi kovlamang endi hoji aka kovlamang. Siznikini addenni olib qo'yaman. Rahmat. Ketaveraymi? Rahmat, sog' bo'linglar. Boringlar bizniki ham yotiydigan bo'lib. Birishtonliklari. Men ham sog'inaman. Rishtonga hech kim chaqirmasa ham o'zim ham kelib aylanib ketaveraman. Rishtonga birinchi marta kelganimda meni ham rishtonliklar o'zi mehmondo'st, dushmanini ham mehmon qilib yuboraveradi. Aka 1 minutga keling ichkariga, o'zgina bir gaplashamiz akajon. Yakta shashlik dutta piva gret akajon. Xo'lasiz Iqboljonda restoraniga kiramiz, xo'lasiz yoqqa boramiz, xo'lasiz bu yoqqa kelamiz, xo'lasiz mana genomik ham ochildi hozir yaxshi. Xo'lasiz yoqqa boramiz. Biz borligimizda unaqa genomiklar yo'q edi. Handak ham yo'q edi biz kelganimizda. Bitta shu Mashraboy chashligi bor edi. Lekin Mashraboydaqa dobrisi yo'q.
bitta shashlikni 3 ga bo'lib sotadi. Ozginasi qoldi desa bo'ldi, indamay qolganini sotib beramiz. Biz birinchi marta kelganimizda o'sha Mashraboyda reklama qilib olib kirishdi, mehmon qilishdi. Ana keyin deb bizni mehmon qiladigan odamlar Mashraboy yaktada shashlik uta piva kiret dedi. Dedim Rishtoncha nima tojiki zabon. Men ham yaxshi ko'raman, tilshunos, o'zimizcha haligi shevalarni yaxshi ko'ramiz. Buni ham o'g'irlab oldim. Ana keyin o'zim uyaldim hali akalarga hali shashlikdan, Mashraboy shashligidan yeylik. Men o'zim keldim degan uyaldimda o'zim kirdim. O'zim kirib o'zim yeyman endi dedim. Qo'y hammani xijolat qilmay deb kirib, men ham o'zimcha o'sha shashlik tomonga qarab, Mashraboy yakta shashlik utab yeva kiret dedim. Desam, men Mashraboy emasman, Muzaffarman deydi. Oppo dedim, Umidjon ham jetdi ekan. Hormaylar, ilohim boriga shukr. Mashraboyni o'ziga aytib qo'ymanglar. Yo, kelgan yo'q, uni ko'rmadim u. Ko'rinmayapti-yu. Orol akam ham shunaqa dedi, ko'rinmadi Mashrab dedi. Hammani ko'rgan Orol akam Mashrabni ko'rmabdi. Sizlar yaxshi o'tiribsizlarmi akalar? Tuzuymizlar? Voy, muncha mazzasizlarga. Lekin men aytamanki, hozir juda yaxshi zamon keldi, juda ham chiroyli zamonlar keldi. Mana hozir men aytamanki, erkaklar o'zimizga sal qiyin qilib qo'yapmiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Kelinglar. Assalomu alaykum. Bu yoq kishim kim bo'ldilar? Assalomu alaykum. Yordamchisi Mashraboy. Mashraboy. Muzaffarni ishini qildingiz-ku? Mayli. Bu ham biladi, 4 ta shashlikdan ko'piga solmaydi. Baribir o'zida qoladi o'sha shashlikni puli. Aka uksiz qolmabdi deb turadi keyin. Endi hozir shashlik qolib somsaga ham o'tib ketdimi? O'zi eskidan somsa xor edi bu. Somsani yaxshi ko'rardi Mashraboy. Rahmat aka. O'zi somsani yaxshi ko'rardi-da. Siz somsaga olib boraman sizni. O'zingiz ochib qo'ysangiz bo'lmaydi, keyin o'zi ochib qo'ydi. Mana yaxshi somsasi qo'lma-qo'l. Xo'p, to'y bola katta yigit bo'lsin. To'y bolaning dadasi qani? Yaxshi yuribdimi? To'ylar qulluq bo'lsin. Juda yaxshi inson ekanlar. Mana odamni o'ziga bog'liq. To'y qilyaptimi? Mana shunaqa o'ynab, kulib, to'yda yomg'ir ham yoqqan yo'q, bo'ron ham bo'lgan yo'q, bir narsa artist kechga qolgan, kelmay qolgan, kashada qolib ketadi. Yaxshi odam to'yda o'zi yaxshi bo'lib ketaveradi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yosh bolalarni qarang. Aya debdi yosh bola. Degan ekan, men nechiga kirsam sizdan so'ramasdan ko'chaga chiqaman debdi. Vobshe ziq vordilaring debdi. Ko'chaga chiqsa chiqmadi-yu, o'rasizlar. Men nechiga kirsam o'zim so'ramasdan ko'chaga chiqaveraman aya. Degan ekan ayasi. Voy bolam debdi. Degan ekan, bu yoshga hali dadang ham kirmagan debdi. Povutni berib qo'ymanglar iltimos erkaklar. Povutni berib qo'ymanglar uni ayollarga. Qaysi ma'nodaki mazza qilib boqamiz, katta qilamiz, 3 ta 4 ta farzand, uni u yoqqa qildik, mana uni bu yoqqa qildik, restoran unga qoladi, chorva bunga qoladi. Ikkinchisiga uni beraman, uchinchisiga domdo'zi qoladi. Dis shu bilan aytib yuraydan nimadir ozgina bir kamchilik paydo bo'lib qolsa, birodarlar qanaqa yigit edi deydi. Shu bilan uchala xotin guruh ochib oladi. Qarang, pullari ham menda qolibdi. Qarang, mali buni kalti ham menda qolibdi. Hamma narsalar bularda qoladi. Ertansiga challarlarda mazza qilib ertalab salomlarda omas gaplashishingizga yaxshimizlar deb yig'lab gaplashib qo'yadi. Hali eri o'lgan xotin, rahmat tog'a, tuzuymisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Tuzuymizlar? Opamlar yaxshimi? Juda mana shunaqa ko'rishishlar mazza bizda. Shunaqa qilib, mazza qilib qolib ketaverasiz. U yoqda savol-javoblar boshlanadi, ba'da bular u yoningga tashlama, biz ham bir yashasak maylimi? Larga mazza qilib o'ynab, kulib, o'zingizni ehtiyot qiling demoqchiman-da. O'zingizni ehtiyot qiling, hech qachon kasal bo'lmang, chunki sizda bunaqa narsa bo'lish mumkin emas. Sababi odam mazza qilib yurishi kerak. Ayoliga sovg'a olib kiraman debdi. Ayoliga
Oh deb ayoli sochlarini tarab bugun bir xotinga sovg'a olib kiraman. Assalomu alaykum hoji dada, xush kelibsiz. Ilohim boringizga shukr, rahmat. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelib turinglar a? Shetdami? To'yboshilar, ilohim boringlarga shukr. Sovg'a olaman deb shunda endi chochpochini tarayman deb shunda oynaga qarasa, manet ko'karib qopti. Endi erkak kishi maneti bilan yiqilib tushmaydi-yu. Obbo, endi nima qilaman deb yerga qarab olibdi. Bahona ham yo'q. Qo'lida gul. Nima bahona kerak ekan deb eshita qilsa xotini ham xushyor darrov ochib, "Voy dadasi, voy gullar, ye bo'yningizga nima qildi? Bilmasam shamollab qopti, qaralib ko'tarib bo'lmayapti. Oyna ochiq qolgan mashinani. Bor yog' olib chiq, qizdirib bosamiz. Bor tez-tez." Ha bo'ldi dadasi, xotin ham gul kirib ketibdi. Hali ham bahona topa olgan yo'q. Qarasa it o'ynayapti. Itini yolg'on tegam o'ynab, "O, xotin kelaver. Sen kelguningcha bo'ynim tuzib qoldi, men etimda ishlab olib o'tiribdi. Kelaver." Voy dadasi, mana shu itingizni yo'qoting, quturibdi bu debdi. Nimaga desa, siz kelguningcha meni hamma joyim tishlab tashladi. Xudo saqlasin, xudo saqlasin. Podlaringni bermanglar. Mazza qilib yasha bersalaring bo'ldi. Ilohim borlaringga shukr. To'y bola katta yigit bo'lsin, ilohim hech qachon kasal olmasin. Mana dadasi bor, bobolari bor. Yasha bersa bo'ldi. Biz yoshligimizga o'xshab bunaqa turiningdan molga qara. Tur. Itni ham bunaqa so'kmasdi-da. Kichkina o'g'il pashti yo'q edi bizning paytimizda. Turiningdan tur. Uxlaverma. Rahmat sheb. Nima soldingiz? O'zimizgidanmi yo? To'y bilan dedisimi? Qani siz? Va keling baqa. Polvon. Yomon ekansiz. Indamay kelib solib ketar ekansiz. Mana shu indamay kelib solaverib to'y qilyapsiz mana. Otingiz nima edi aka? Ubaydullo. Ubaydullo, ilohim keling sizni maqtanik. Baxt to'y qilyaptilarmi? Boringizga shukr aka, boringizga shukr. O'zi mana shunaqa kichkinadan qo'rqqan dedi yorib. Aka, ilohim mana shu rishtonimizni faxri bo'lib yuravering. Bolalaringiz sizdan faxrlansin ilohim. Katta yigit bo'lsin ilohim. Hech qachon kasal bo'lmang aka. Qarang turishlar ham cho'tki. Mana shunaqa qilib doim solib yuravering aka. Solganga yetmaydi aka. Soling, soldirmang. Oling, oldirmang. Tagida qoldirmang. Aka, men yaxshi o'zimizdanmi yo 5-5 yo 5-5 gradmi? Ibodat xas. Xo'ja, mani hojim. Aka, hoji bo'lib yuravering. Chunki hali hojilarni ham ko'ryapmiz-da, yo'q deb turib. Yo'q, hoji odamga kirgilikda nima bor? O'rtag'imda oldiga keluvdim deydi. Kirgilikda o'rtaq bormi? Rishtonliklar kirgilikda yashamaydi-ku. Biz Farg'onaga to'y bilan o'sha yerda o'tib qolsak, aka yaxshimiz, meni ko'rganimda aytmang deydi. Ha, desam endi shunaqa bo'lib qoldi, o'rtag'im oldiga keldim. Ha, desam, bu yoq Ikrom hoji deydi. Yana hojilari ham bor. Xuddi shunaqa qilib hali hojilarga borib kelib, magazinchini oldiga kelibdi. Qani daftarlar debdi. Oh, magazinchi ham xursand, hojiga insof beribdi. Mana daftar, qarz daftar, mana. Meni top, mana topdim. Hasanboy, menga qara debdi. Ha degan ekan, bugundan boshlab Hasan hoji deb yozib qo'ygan debdi. Oma qarzni bermabdi. Hasan hoji deb yozib qo'y debdi. Demoqchimanki, hoji degani bu ham odamda endi. Unda ham ozgina nafs bo'ladi. Faqat Xudo saqlasin, yaxshilikka bo'lsin. Aka, rahmat. Voy. Sizdaqa marti yo'q ekan. Ilohim mard bo'lib yuravering. Hech qachon kasal bo'lmang. Mard bo'lib yurgan yaxshi. Xudoyim berganga berar ekan-da. Berganga beradi. Amaksi ham bormi? Yo'q, kuyov bo'lami? Yo'q, to'y bo'lan dadasi qani? Nechta to'y bo'lan dadasi o'zi? Bu yoqqa kelingchi. Voy, siz o'tingiz nima? Voy, Habibullo hoji, siz ham hojimi? Ya bo'lmasa bir aylanib oling ungacha. Bo'lmasa kirgiliklarda ko'rishib turaveramiz ekanda. Keyin hojiga borgandan keyin sal o'shanda unda keyin bir marta borasiz. Hozir 6 marta boryapsiz. Boringizga shukr. O'ynab yuravering ilohim.
To'y bola qani? To'y bola katta yigit bo'lsin ilohim. To'y bolalarni olib kelgan, ularni bog'chaga tashlab maza qilib to'y qilyapsizlarmi? Dadalar qanilar, umrlari uzoq bo'lsin. Shep. Muhammadjon hoji. Muhammadjon hoji akam qanilar? Hoj dada, bizni paytimiz aka, bitta narsani chetdagilarga aytaylik. Siz bilan biz yoshligimizda hozirgi o'g'illaringizdaqa sharoit bormi? Bo'lmagan-a? Jamshid degan yo Ubaydullo degan xona bo'lmagan. Hozir o'g'illaringizning xonasi bormi? Alohida xona qilib bergansizda, to'g'rimi? Deydizki xona. Bizda xona bo'lganmi? Turi qolibdi bolalari. Bor yo'q albatta. Yigitlar ayvonga. Ayvonda yotardik. Bizda unaqa bo'lganmi? Mani eng yaqin sindoshimni toqqa olib chiqdim. Men bilan birga katta bo'lgan bochkada tiniq basseyn. U o'rtog'im endi Toshkentga emas, umuman Qo'qonga ham kelmagan bola. Besharli bola. Uni men toqqa G'azalkentga olib bordim. Suvni ko'rib, "Jam" dedi. "Ha" desam, "Men bunaqa tiniq suvga cho'mila olmayman" dedi. Biz bunaqa tiniq suvga cho'mib, jinnimiz ham bu ovqatga soladigan bir o't suv bo'lsa-chi deyapti. Shunaqa bo'lganmizmi? Biz paytimizda tiniq suvga cho'milinmagan. Va o'rtoq men qasamlar ichdim, cho'miladigan. Qo'y, bitta kalla tasha maza qilib cho'mib surishtirma qanaqa suvga. Yo'q, o'rtoq, uvol bo'ladi. Bunaqa tiniq suvga cho'milolmaymiz biz. Oxiri loy sepib xirra qilib cho'miltirdik. Ha bu boshqa gap deb keyin cho'mildi. Bizni paytimizda bilardingiz-a? Naryoqda mol suv ichib turardi. Cho'milsak, endi cho'milish kerak. Mol bilan do'sib ketganmiz. Mol ham keldingmi jamoat? Ha, cho'milaver deydi. Endi mol ham suv ichgandan keyin ichi o'tar ekanda. Bitta kalla tashab, bitta chiqsam hali ichi o'tib mana eta turibdi-da. Yana undan irganishi yo'q. Qilib u bilan o'ynashasiz. Uni hurmatini joyiga qo'yib kuzatib borasiz. Hoji qanalar hoji? Hoj dada. Keling endi bir soniyaga keling. Sizdan hech narsa kerak bolalaringiz solib qo'ydi. Ha bir bag'rimga bo'lsa ilohim yana to'y qiling. Chiqarab men gapirishni eplolmayapman. Men o'zimni o'zim xafa bo'lib qolaman hozir. Men demay, men haqiqatan sal nima? Bitta qo'lingizni oling. Siznikini ham ushab qo'yay bir. Ha bitta qo'lingizni ushlang hoji. Siz bilan katta hoji aka bo'lib, katta hojilarga boraylik. Men ham juda hojini yaxshi ko'raman. O'ynatish yo'q, menda bunaqa tirikchilik yo'q. Keling, menda ko'z-ko'z qilaylik. Ha bog' rosa aylangan ekanda. Zerikib ham ketgan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Muhammadjon hojim, ilohim mana shu bolalarning orzu-havaslarini ko'rsin. Nimaiki o'ylagan niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Farzandlari katta bo'lsin. Ilohim bundan keyingisi ham o'g'il to'y bo'laversin aka. O'g'illarni uylang, qizlarni uzating, to'ylarda kelib xizmat qilish nasib qilsin ilohim. Qarshi ijob qo'yinglar. Rahmat. Hop. Ana emasmi to'y bola? Ke 5 ta ol. Inje bu bilafdim. Otingiz nima? Mustafa. Mustafa bu yoqqa qarab turamiz-a? Nechinchi sinf? Endi 1-sinf ha? 6 kira 6 37. Yaxshi. Bittaga o'zini foydasiga yaxshi. 34 nima qilardinglar? Sanaganda bitta ko'payib turaveradi. Ilohim siz ham hojiga boring, bo'ptimi? Bu yoqqa qarab turing. Nima kayfiyat ichirib qo'ydinglarmi? Yo'q, bu ichmaydi. Bu oila hojilarning oilasi. Bu oilada ichkilik, kirgilik haqida gap kerak emas. Bayta faqat ibodat, chiroyli hoji akalar haqida gaplar kerak. O'shaning uchun bizni chaqirgan. Bizni konsertimizda uyatsiz narsalar yo'q. Uyatsiz narsalar gapirmaymiz. O'shaning uchun bizni hoji akalar chaqiradi. Mana shunaqa yaxshi insonlar chaqiradi. Unaqa unda ketib bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha, bir chiroyli turib bu yoqqa qarab, qani? Nechinchi sinfman dedingiz? Birinchiga. Endi birinchiga borar ekan, ha? Qaysi kuni voqli uxlab qolasiz? Payshanba. Bolani aldab bo'lmaydi. Halolidan bersin. Mana shuni ota Halolbek. Katta yigit bo'lsin ilohim. Bo'ptimi? Hoji aka bo'ldi endi rosa so'ldingiz, tan joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Sirini oshkor qilib qo'ydimmi?
Mayli iloyim, mayli. Endi bitta o'sha kuni uxlasin. Ukasi bormi? Ha, shuning uchun bor-da. Shu voqli uxlagan odamning ukasi bo'ladi. Voqli uxlamasa uka nima qiladi bunda? Xo'p, endi bitta chiroyli bir narsa bor. Bir sal bunday qo'shiq bor-da, endi shuni birga bir men jo bir yaxshi ko'raman, Ahror Usmonov degan akam bor. Juda yaxshi ashulachi, shuni bir qo'shig'i bor. Men endi u odam bir aytmay qo'ygan ekan, mana shu qo'shiq menga yoqib qoldi. Chiqishton bo'pti. Bir qo'ying qani? Qo'ying qani, bir eshitinglar qani? Yaxshi ashula. Hoji qani hoji? Ketib qopti o'g'lini olib. Birgalashamiz bo'lmasam, hech qachon kasal bo'lmasdan maza qilib yurish hammamizga nasib qilsin.